ostimizda eski bilimlarni hali ham ko'tarib yuribmiz. Masalan, men konsultatsiyada qizlar bilan gaplashamizda singan vazani deydi yoki bo'lmasam qirilgandan keyin uni ulashingiz mumkin, lekin uni ulaganingiz bilan o'rnini izi qoladi-da. Izi qoladi. Oldin bizga ham aytishganda, miqlar bilan teshib tashasangiz, u miqlarni olib tashaganingizdan keyin izi qoladi. To'g'rimi? To'g'ri qabul qilib chiqib ketadi odam. O'sha izi qolmasligi uchun biz hozir mana shu yerdamiz. Manda hozir izi bormi deb so'rasanglar, qabul qilaman, izi bor. Lekin oldingidaqa emas. Mani ustozim 12 yillik tajribasi bo'lsa, mani 5 yillik, ya'ni 5 yillik deganim kirib kelgan kunimdan, ularni ham kirib kelgan kunidan boshladim tajriba. Va o'sha 5 yillikdagi hozirgi 3 yil ham demak, har yili o'zgaryapti-da bu og'riqlar. Har yili o'zgaryapti. Ya'ni kamayib borgandan kamayib boryapti. Bunga esa ishonch bilan mehnat qilish kerak, jonginalarim. Osonlik bilan kelmaymiz, ammo kelishi mumkin. Biz bilan birgalikda bu vaziyatlarni yechgan ustozlar bilan birgalikda buni yechish yana ham oson. Negami? Chunki ustozlar sizni именно ustozingizda siz yechadigan vaziyatni siz uchun butun dunyo uchun yechib bergan ki siz mana shu yerda o'tiribsiz. Og'riqli oni bo'ladimi? Bo'ladi. Lekin ongli tarzda anglab buni men yaratganligimni bilib turgan holatda va yaratuvchini yonida hammasi to'g'ri ketayotganligini bilgan holatda. Bu qabul qilishga olib kirib ketilayotgan vaziyat. Har doim pul kelishiga ishonchda bo'lib turishingiz kerak. Sekundiga, bir kuningizda, oningizda bunga ishonchda turishingiz kerak. Pul kelishiga ishonchda. Yozib oling o'zingizga. Bu birinchi punkti. Eng birinchisi shu. Ya'ni siz ishonchdan boshlaysiz. Ishonmadingizmi? Yo'q, u pul yo'q sizda-da. Yozib oling. Doim pul sizda bor va pul sizga kelishiga ishonchda bo'ling.